Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Iltimoslarga binoan bugun siz bilan shu fasonni modellab ko'ramiz. Buning uchun shablon andazani yaxlit holatda ko'chirib olamiz. Bel qismini aniq belgilab, ko'krak vitichka o'rinlarini ham chizib olamiz. Ko'krak vitichkani yopamiz hamda yeng omuziga ko'chirib olamiz. Agar siz ham shu kabi qaysidir fasonni modellashda qiynalsangiz, menga murojaat qiling va rasmini yuboring, birgalikda modellab ko'ramiz. Ko'krak vitichkasini yopib, yeng omuziga ko'chirib olganimizdan so'ng fasonimizni asosga tushirib chizib olamiz. Agar siz ham fasonlarni mustaqil modellashtirishni, asos andazani mukammal tushunishni istasangiz, asos andaza va modellashtirish kursim aynan siz uchun. Fasonimizdagi ochiqlik darajasini bo'yin omuzidan boshlab belga qadar chizib olamiz. Siz ushbu ochiqlikni fasoningizga qarab o'zgartirishingiz mumkin. Fasonlarni modellashda shu kabi asos andoza va shablonlar bilan ishlash juda ham aniqlik beradi. Fasonimiz beldan razrezli bo'lgani uchun belini ajratib olamiz va bel vitichkalarini belgilab chiqamiz. Hamda etak ulanganida ikki yoni osilmasligi uchun beldan 1,5-2 sm ga yaqin kesib olib tashlaymiz. Asos to'g'ri bo'lsa, fason chiroyli chiqadi, kiyim tanaga to'g'ri o'tiradi, qayta buzib tikishga hojat qolmaydi. Bu esa vaqtni, matoni va eng muhimi asabni tejaydi. Modellangan qismimizdan ikkita detal bichib olamiz, o'ng va chap. Fasonda ko'rganingiz kabi etakning bir uchi qiyama kelganida xuddi o'sha qiyamaligini beramiz va etakni 1,5-2 barobar ziborkani ko'p kam bo'lishini hisobiga olib bichib olamiz. Agar siz ham fasonlarni ko'rib, qo'rqmay mustaqil modellashtira oladigan darajaga chiqmoqchi bo'lsangiz, istalgan fasonni bichishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, asos andoza va modellashtirish kursim aynan siz uchun. Agar sizga tikuvchilik va modellashtirish sirlari qiziq bo'lsa, meni kuzatishda davom eting. Hali bundan qiziqroq ma'lumotlar bilan bo'lishaman.